Klassik eser nemi deydi bizga, nemilarni o'rgatadi. G'arb sayohatda voz kechmaslik, bel qo'yib etmaslik. Amaliyotga qarasak, bizning hayotimizda 81 mushkulot bor. Bizmi shu 81 mushkulotga uchrab turyapmiz. Bizning uchragan mushkulotimizmi tangsingdan oz emas. Shundaq bo'yasizlarningmi? Endi bu hayotda shu oxirgacha bardosh biralganlar, oxirgacha chidiganlar oning keyindan g'alaba qildi. Chidigan bir yog' yebdi deb tikak o'rnalar shuma. Endi o'ngsizlik mushkulot uchragan vaqtimizda sunukunda 72 xil choradan foydalanib, cho'qim g'alaba qilishimiz kerak, hal qilishimiz kerak. Qulalg'a akamning chorasi to'la, qulamg'a akamning bonisi deb tikak. Endi faqat kuchimiz yetmasa, boshqalardan yordam so'rasak bo'ladi. Sunukung shunday qiladi ayna. Har ikki tomdash avliyo azam chiqdi boshqalardan yordam so'raydigan. Sizlar biz boshqalardan yordam so'rasak nima bo'libdi? Üç parçalıkta kişilik münasebet. Bir adamның muvaffaqiyat qozonishda kişilik münasebet nəhayət mühim rol oynaydı. Bir adamның muvaffaqiyat qozonishda o'zining nəhayət yaxshi iqtidori, tirishchanligi bo'lib qolmay, yana bir yaxshi bo'lgan kişilik münasebetimi nəhayət mühim rol oynaydı. Yalğız atning chengi chiqmas, chengi chiqsin dengi chiqmas debdika. Yana biri bu dunyoda mangulik dushmanmi, mangulik do'st bo'lmaydi. Manfaat münasebeti bo'ldigan, Suncham bilan Liubey ittifoqlashidi. Manfaat münasebeti tugaydigan Suncham bilan sov-sov ittifoqlashib Liubeyga qarshi turdi. Shundami? Bizning hayotimizda bunday qishlar bak ko'p. Endi qizg'ira vaqt qarsak bu yolg'iz muhabbatlama sabab natija munosabati. Dunyodagi har qanday bir ishning bir sababi shu sabab kuchli bir natijasi bo'ladi. Siz boshqalarga qanday muomala qilgan bo'lsangiz, o'zingiz bir qanday niyatli odam bo'lsangiz, oxirida sizga shunday bir javob keladi. Yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik. Bu degan aşındaq o'tni olam. O'zgarmas bir qoida. Subida nomli asarda bu yoshlik va qizg'inlikdagi birdamchilik, allohg'indochilik, birodarlik, haddidan eshib ketgan bir birodarlik munosabati oxirida nima bo'ldi? Aynan. Bir kuni ya ayrılsizlar, ya düşmanlısizlar. Hamda bu Subida nomli asardagi birodarchilik, mardlik, allohg'indochilik degan o'g'illarga, bo'libmi 20 yoshlar atrofidagi yosh bolalarga bak yoqdi, ashullar bak qiziqib o'ylaydi buni, shunday bo'lishni. Lekin bir 30 yoshlarga, 40 larga kirganda anonkin his qila olishi mumkin. Lekin shularni hozir o'ylab bakinglar. Sizlar 5-6 yosh vaqtinglarda birga o'ynab cho'ng'igan eylik og'ininglarda natisi bor hozir. Sizlar boshlang'ich to'liqsizda o'qib yaqin o'tgan savaqdosh og'ininglarda natisi bor hozir. O'rtir maktabdagilardan natisi bor. Oliy maktabda har joydan kelib, voy, kunda billiyab, uydan kelgan nonni tang yetib qolib yurgan shu og'ininglardan hozir yana natisilar yaqin o'tyapsizlar. Sanoqli qilam shundami? Shunga ko'ngillarmi ahmoqning do'sti zola, piyozning posti debdika. Unda esa bu 4 klassik asar so'zilsak tugamaydigan nayt, yaxshi, intayin qiziqarli mazmunlar bor. Uning uchun men xeyli qiziqarli obrazli so'zlab berman shundami? Naz kashlar jibojanda davomli 4 klassik asar to'g'risida paranglashimiz. Yoqtirgan do'stlar meni guvanji qo'llab kashlar do'yindagi jiborimga kirishni unutib qolmanglar. Rahmat.